Assalomu alaykum hurmatli hamkor mijozlar va biz YouTube tarmog'ida kuzatib boradigan hurmatli obunachilarimiz. Biz bugun Farg'ona viloyati hozirda Quva tumanidamiz. Bizni aynechimiz Azizli aka, Hoji akamning do'konlaridamiz, ko'rib turibsizlar. Xo'sh, hozir biz Andijon viloyati Marhamat tumaniga 120 ga balandligi 155 3 ta rom dastavkaga olganmiz. Yasab tayyorlab olib borib o'rnatib berishga. Uzr, men adashdim. O'rnatib berishga emas, yasab tayyorlab yetkazib berishga. Hozirda hamma yo'g'i tayyor, aynigini solib strechlangan holatda, mana shu holatda ketyapti. Xudo xolisa hozir bularni ham aynigini solib strechlab tayyorlab yetkazib olib borib beramiz. Bugungi kun chislasi 7-may, soatimiz 20 dan 14 daqiqa o'tdi. Videoni kuzatishda davom etib turing. Klientimiz xonadoniga yetib borgandan keyin ham bitta to'liq ma'lumot beriladi narxlari bo'yicha. Klientimiz o'zining ham suhbatini olishga harakat qilamiz. Yana bir bor assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Biz klientimiz uyiga yetib keldik. Ko'rib turibsizlar. Hamma yo'g'i tayyor holatda. Xo'sh, profillar haqida ma'lumot beraman. Redpen Aluminal Dox 1 Antrazit G306 svetida. Ayniklari 2 qavat oqqa qora holatda bo'lgan. 120 ga balandligi 153. Xuddi shu holatda 3 ta bir xilda romimiz bor. 2 ko'zlik, bir tomon ochiladi, bez padagonlik, bez ustanovka holatda. O'sha summasi xo'sh, siz bilan qanchaga kelishdik? 4 million so'm bo'ladi. O'sha 4 million so'mga akamizni xonadoniga yetkazib olib kelib tushirib beryapmiz. Aka, rozi bo'lasiz, videoga olaman. Xo'p. Bu rom imini shu akamizniki. Aka, adashmasam dushanba kuni kelganmidik? Yo'q, bozor kuni kelgandik-a? Yo'q, dushanba kuni keldim. Dushanba kuni keldim. Bugungi kunga payshanba. Payshanba kunga yetkazib olib kelib beraman degandim. Aytilgan muddati yetib keldimi? Talab qilgan narsangiz keldimi aka? Keldi. Ishimizdan mamnunmisiz? Rahmat, sog' bo'ling. Aka, bergan pulingizga rozi bo'ling. Yaxshi kunlaringizga, to'ylaringizga xizmat qilsin. Xo'p, ustanovkasiga aka biz aralashmayapmiz. Ustanovkani o'zlaring qilyapsizlar. Biz garantiya beradigan narsalar. 2 qavat aynak, aynakning o'rtasi terlasa, profilda rangi o'zgarsa, oshiq-moshig'i top tashlab yuborsa, ruchkalari o'zidan o'zi holatida qo'yib yuborsa, bizni kafolatga keladi. Kafolat muddati 3 yillik bo'ladi aka. Profilda o'zining 15 yillik garantiyasi bor. Rangi o'zgarishi, zanglashi, boshqa narsalariga. Chok qo'yib yuborishi, aynak parlanishiga biz o'zimizning ishimiz bo'lib, 3 yillik kafolat beramiz. Xudo xohlasa, aka, ishlaringiz hamma yo'g'i keldi. Agar kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Qo'ldan kelgancha chiroyli qilib qo'yamiz. Qubba Akifadan uzoqlashmang. Qubba Akifa doimo sizlar bilan joninglar sog' bo'lsin, salomat bo'linglar.